1 2 3 tur zinagacha ko'rsatib beryapti. Usta akalarimiz baraka topishsin. Assalomu alaykum. Shisha laqabli Gentramiz bor. 2023-yilda ishlab chiqarilgan Luk Abyss hamma narsasi bor. Oldi orqa Amerikanka Black Piano oblisovkalar qo'yib qo'yilgan. Olib haydashingizga tayyor. Narxini $13,200 ga qo'yamiz. Avtokreditga eng minimal 10 million so'm boshlang'ich to'lov bilan chiqarib beramiz. Mashinamiz olib haydashingizga tayyor. 4 ta yumshoq balo. Polirovka keramikalariga yana bitta baho berib qo'yasiz. Shum izolyatsiyalar ham qilib qo'yilgan. Salon holatlarini ham ko'rib chiqamiz. Obshivka podsvetkalar qilib qo'yilgan. Mercedes AMG Roll, Malibu barlarda. Video registrator, mejigar pultlargacha ustanovka qilib qo'yilgan. Boshda aytganimizdek, olib haydashingizga tayyor mashina. Kalon-kalam bilasiz-ku, farqiga borasiz-ku. Akustika ham yig'ilib qo'yilgan. Optras hisoblarda usiliterlargacha qo'yib qo'yilgan. Propan gazlari ham bor. 2023-yil qora rangda. Kraskasiga kelsak, bitta mana shu kalinkasida kraskasi bor ekan. Qolgan joylari toza, xudo xolasa. 2023 Luk Abyss hamma narsasi bor. Full variantdagi Gentramizni $13,200 ga qo'yamiz. Naqdga savdosi bor. Avtokreditga eng minimal 10 million so'm boshlang'ich to'lov bilan chiqarib beramiz. Hamma dokument rasxodlari ichida. Eng minimali 10 million so'm. Agarda sizda ko'proq to'lash imkoniyati bo'lsa, quyidagi raqamlar orqali telefon qilib bemalol grafik olsangizlar bo'ladi. Manzilimiz Shahrisabz shaharda joylashgan. Xalq bankidan o'tasiz, 300 metrdan keyin o'ng qo'lda keladi. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bizda variantlar ko'p. Kanalga qo'ymagan mashinalarimiz ham bor. Kelib ko'rib, naqdga ham baraka qilsangizlar bo'ladi.